Eronning zarbalar oldidan ogohlantirishi va aynan Qatarga zarba berish. To'g'ri, Suriyaga ham zarba berildi. Tushunishimiz bo'yicha Suriyada AQSh tashlab chiqib ketayotgan markazdagi bazalarga berishdi. Endi mana bu yerda Suriya. Ya'ni bu AQSh tashlab chiqib ketayotgan va bugun AQShga unchalik zaruriyati bo'lmagan bazalarga zarba berilgandek tuyuldi. Bir tomondan yaxshi, ikkinchisi esa aynan Qatarga berildi. Demak, savol Eronning AQShni va Qatarni ogohlantirishi va aynan Qatardagi baza, bu katta baza Farodiga. Yo'q, Qatar bilan muloqoti bor-da. Kimni? Eronni. Eronni Qatar bilan muloqoti bor. Suriyada ham ular muloqot qilishdi va ko'pincha mana shu Qatarda mustaqil ravishda ko'p muloqotni erkinlashtirib ko'paytirib yuborishi Saudiyani ham g'ashiga tegadi vaqti bilan-da. Nega Qatar bilan? Chunki AQSh bazalari hammasi arab davlatlarida joylashgan va Eronning yoppasiga bu bazalarni urushi yoki zarba berishi arab davlatlarini xohlaydimi, xohlamaydimi bu konfliktga tortilishini anglatadi-da. Endi butun mintaqa bilan Eron hammasi bilan birma-bir urushib chiqishi esa bu nima bilan tugashi ayon. Orqasida yana Isroil va AQSh ham turgan bo'lsa. Shuning uchun bu urushni davom ettirmaslik va bu urush arablarga qaratilmaslikni ma'lum qilish uchun ham ogohlantiradi. Ya'ni qurbonlar bo'lmasin va men bergan javob bilan shu bilan tugasin. Xuddi bolalar oxirgi ikkalasi urushib qolsa, bu bittasi urgandan keyin ikkinchisi javob bermaydi-ku. Xuddi shunga o'xshaganda, ya'ni shu oxirgisi bo'lsin deb. Bu yerda Eron mana shu maqsadda aytdi. Ya'ni men urushni davom ettirishni xohlamayman, lekin javob bermasam bo'lmaydi. Mana javob berdim, hammalaringizni ogohlantirdim. Shu bilan tugasin. Xuddi Qosim Sulaymoniyni o'ldirilganda Eron javoblarini berganda ham xuddi shunaqa qilgan edi. Hammani ogohlantirib, hamma qarab turgandi. Nechida, qaysi bazaga, qaysi lokatsiyaga raketa kelib tushishini-da. Va shunday bo'ldi ham. Eronning ham raketalarini ko'rdik. Temir gumbazni ham yorib o'tar ekan, ballistik raketalari ham bor ekan, Isroilni ham yetib olar ekan. Ya'ni hamma xullas vaziyatni tushundi. Endi yopish kerak masalan. Lekin konflikt tugagani yo'q, hozir aytib o'taman. Ertaga Eronni hamma sanksiyalar olib tashlmaydi masalan. To'g'risida gap. Bu vaqtda yo'q va Eronni umuman olganda hali mojaroviy konfliktli vaziyatdan chiqqanini ko'rganimiz yo'q biz hali. Faqat mana shu raketa almashuv to'xtadi xolos. Hali urush, konflikt to'xtagani yo'q, buni to'g'ri qabul qilishimiz kerak. Va mana yaqinda ham ertalab ham chiqdi, tong sahar 4:30da Eron hali ham bitta ikkita Isroil obyektlarini zarbasini amalga oshirdi. Farodiga 4 to'lqinda zarba berdi. Mana hozir oxirgi chiqqan xabar Eron 4-to'lqin raketa zarbasini boshlabdi. Bu AQSh bilan mojarosi tugagani bilan hali Isroil bilan mojarosi konflikt tugagani emas hali va bu davom etyapti. Aytayapman, Isroil ham hali bu urushni to'xtatgani yo'q. AQSh va Trampning pozitsiyasi shunday. Va to'g'ri bo'lsin va bu to'xtash, bu hujumlar sekin-sekin Isroil va Eron o'rtasidagi hujumlarni ham to'xtashga olib kelsin va umuman G'azoda ham urush tugasin. Shuni ketidan keyin Ukrainada ham urush tugasin. Hamma shuni xohlaydi. Lekin bizning xohishlarimiz, bizning niyatlarimiz bilan real hayot har doim ham hisoblashgani yo'q-da. Normal amaliyotmi? Ya'ni ogohlantirib bir-biriga zarba berish Farodiga? Urushni xohlamagan, eskalatsiyani xohlamaganlar odatda shunaqa qilishadi. Masalan, Eron bilan Pokiston o'rtasida ham bir raketa almashinuv bo'ldi. Belarustonda. Esingizda bo'lsa, yaqinda. O'zi g'alati. Ikkalasi ham obyektigacha ogohlantirib otdi. Va ikkalasi ham o'zini qiynayotgan hududlarga otdi, Belujlarga ular ham bo'ldi dedi, shu bilan tamom dedi. Ya'ni bu vaziyat shunday bo'ladi o'zi. Qatar qanday javob beradi Farhodiga? Nima bu? Endi biz albatta eskalatsiya tugashini deeskalatsiya tarafdorimiz, lekin Qatar javob bermaslik uchun ham Eron ogohlantirdi. Lekin Qatarning bir qancha bayonotlari chiqdi. Hozir shuni o'qib bersam, demak, Qatar javob berish imkoniyatini o'zida qoldiradi va o'zining suvereniteti buzilgani uchun Qatar mustaqil armiyasi yo'q, buni bilamiz. Qatarda Turkiya va AQSh bazalari uning mudofaasi bilan shug'ullanishadi. Shu uchun u yerda faqat iqtisodiy sanksiyalar bo'lishi mumkin yoki masalan Al Jazeerani va boshqa richaglarni ishga solishi mumkin-da. Yo'q, lekin bu yerda Qatar tashqi ishlar vazirligi aytayaptiki, Qatar buni keskin, qattiq ravishda buni qoralaydi, o'zini hududiga. Albatta qoralaydi, chunki aholi qanaqa vahmaga tushib qolganini ko'rdingiz. Albatta raketa kelyapti. Yana Qatarda kechagina jahon chempionati o'tkazilgan, hamma turistik markaz bo'lib, hamma o'sha yoqqa oqib borgandagi
holati. Yana bir narsa, Qatar unchalik katta davlat emaski, ali nima desam ekan, tushgan bomba bilinmasa. Qatar shu darajada kichkinaki, uni istalgan hududiga tushgan bomba butun Qatar bo'ylab bilinadi. Lekin bu Qatar asosan shu Doha deganida, Dohani atrofida endi. Va Dohada bu hammasi eshitilgan, sezilgan. Farg'od aka va Qatar aytganki, xuddi shu tarzda biz javob qaytarish imkoniyatimizni saqlab qolamiz degan. Bu nima degani? Xuddi shu tarzda. U ham u yerga nimadir otadimi Eronga? Ya'ni otish uchun o'zida mustaqil u raketa tizimi bo'lishi kerak-da. Nimani otadi? AQShning imkoniyatlarini ishga solish qoladi faqat. Ya'ni Qatar ham aholisini oldida hukumatga javob berish kerak-da. Nima Eron kelib xohlagan paytda bizani otaveradimi? Biz shunchalik zaifmizmi, ojizmizmi degan aholi oldida ham bo'lish kerak-ku. Ikkinchisi ham uni turistik potensialga katta zarba yetdi hozir. Endi holi beri Qatarga kimdir turistik borishni o'ylab ko'radi endi. Qatar yo'nalishi hali juda bir mashhur ham emas. Mana o'zi ko'pchilik Dubay va umuman olganda Birlashgan Arab Amirliklaridan yangicha bir narsani kashf qiluvdi o'ziga Qatarda, Ko'rfazda. Endi hozir Qatarda bunaqangi raketalarni uchib harbiy bazalarni urilishi o'ylab ko'radi istalgan odam. Bu Qatarning turistik imkoniyatlariga jiddiy xavf. Shuning uchun ham Qatar qanaqadir kafolat berish kerak va biz buni shunday qoldirmaymiz deyish kerak edi-da. Shuning uchun bu gaplar aytilishi tabiiy. Endi albatta bu faqat o'sha deklarativ xarakterda bo'lib qolishidan biz ham manfaatdormiz. Ya'ni shu Qatar hech qanday javob bermasa shu bilan tugasin va Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentining Eronga minnatdorchilik bildirishini qanday tushunish kerak Farhod aka ma'ali? Bu kinoya nima bu? Kinoya bu kinoya, endi chin dildan emas, kinoya bu. Ya'ni biz qudratimizni ko'rdinglar, biz bilan hamma hisoblashadi mana. Eron ham kerak bo'lsa biz bilan gaplashyapti degan Trampning navbatdagi o'zi oldin ham ogohlantirgan, prosta oldingilar buni ommaga chiqmaganda. Trampni hech narsa Tramp kabinetda bo'lib turgan eng sirli gaplarni ham chiqib aytib borish xavfi bor-da. Masalan, kim bilandir telefonlashdi, Putin bilan, Xi Jinping bilan, bilmayman, qanaqangi siyosiy liderlar bilan chiqib intervyu ham berib borish. Kabinetda o'zi ham intervyu berish mumkin. Ana kamerani chaqirib, teknik gapim bor deb aytib boradigan shunaqa holatda, misol uchun yaqinda bo'lgan holat Eronda uning razvedkasini boshlig'i aytayapti, Eronda yadroviy qurol yo'q deb, u chiqib yo u adashyapti, u men bilaman, u biladimi? Razvedka boshlig'i aytayapti yo'q deb. Ha, razvedka boshlig'i yo'q deb aytayapti. Tramp aytayaptiki, u biladimi, men bilaman, u adashgan deyapti. Ya'ni bunaqa bayonotlar Trampdagi odatiy holat bo'lib qolgan. Ya'ni buni jiddiy olmang demoqchisiz. Yo'q, ya'ni Eron bilan, misol uchun Eron ming bir naqada aytgandir-da, masalan. Buni bir maxsus o'zining kanallari, diplomatik kanallar, yopiq xatlar, yopiq razvedka xizmatlari orqali ogohlantirgan bo'lishi mumkin. Qanaqadir u ham qog'ozlarga o'rab, koordinatalarni bir kodlashtirib, Tramp buni chiqib milliardlab odamga aytib o'tiribdi-da. Shuning uchun o'zi umuman demak Trampga nimadir aytilayotganda tayyor turish kerak, butun dunyo biladi buni. Ha, butun dunyo bilishi ehtimoli borligini anaqa qilish mumkin. Misol uchun Putin bilan gaplashadi. O'sha zahotda o'zi chiqib hamma gaplarni aytadi. Misol uchun Putin qaysidir jihatlarini aytadi. Yo, bir tomondan xayolda nimaligini bilib olasiz. Ikkinchi tomondan unga sir aytib bo'lmaydi-da. Sir aytib, misol Zelenskiy bilan ham aytuvdi, Zelenskiy xafa bo'lib qoldi. Shuncha bizning proyektlarimiz hammasini Tramp aytib qo'ydi deb. Hammasini chiqib oldi. Hali Zelenskiy javob qaytaradi, hali Ukraina javob qaytaradi, kutinglar dedi-da, uni harakatini hammasini ochib qo'ydi-da. Hammasini olib chiqdi. Shuning uchun Farhod bir tarafdan kulgili, bir tarafdan bu siyosatda jiddiy bo'lmayotganligi achinarli dunyo. Ming afsus. Ya'ni katta davlatning prezidenti tomonidan bunday qilinishi, ya'ni bu ishonch masalalari, umuman davlat institutlariga, chunki AQShda prezident instituti bu mustahkam hisoblangan, lekin bu juda ham g'alati to'g'ri.